Davlatimiz rahbarining tegishli qarori doirasida Toshkent viloyatida ham og'ir toifaga kiritilgan 85 ta mahallada tomorqa yerlarni sug'orish tizimi yaxshilandi. Mazkur maqsadlar uchun 116 milliard so'mdan ziyod mablag' ajratildi. Qurilish ishlari deyarli yakunlandi. Muxbirimiz Bo'ka tumanidan tayyorlangan lavhasi bilan mavzuni davom ettiradi. Bo'ka tumanining chekka hududi Navobod mahallasi ham og'ir toifaga kiritilgan bo'lib, oldinlari tomorqa yerlarda dehqonchilik qilish uchun suv yetishmovchiligi kuzatilgan. Dastur bo'yicha mahallada 3 ta artizan qudug'i kavlandi. 150 metr chuqurlikdan suv chiqarildi. Buning natijasida qishloqdagi barcha tomorqa yerlarga obi hayot yetib bordi. Mahalla ahlini dehqonchilik qilishga, daromad olishga ishtiyoqi oshdi. Shu mahallamizda 529 ta xonadon bor, 62 gektar ekin maydoni bor. Bundan 30 gektariga suv bilan tanqisligi bor edi. Hozir 3 ta artizan quduq qazildi. 30-35 gektariga ham suv yetarli bo'lib, ekin maydonlarida hamma eksport mahsulot ekyapmiz. Kartoshka, sabzi ekyapmiz. Bir yilda 2-3 marta yerdan foydalanishga harakat qilyapmiz hozir. 60 ta xonadon tarmoqasida issiqxona qurish mo'ljallayapmiz. So'nggi yillardagi suv tanqisligi Jo'robod mahallasida ham kuzatilgan. Ayni ekinning vegetatsiya davrida kerakli suv fermer xo'jaliklaridan ortmagan. Dastur bo'yicha mazkur mahallaga ham suv chiqarildi. Tomorqa yerlarning suv ta'minoti yaxshilandi, barqarorligi ta'minlandi. Mana necha yillardan beri umid orzu qilib yurgan niyatlarimiz amalga oshdi shu bugun. Agar ata bir marta qarshi ekadi shu bilan to'xtardi. Mana hozir 2-3 marta ekib olishga kurum yetadi endi. Ko'p mana oziq-ovqatlar o'zimizdan chiqadi. Ortganini bozorga chiqarib sotamiz. Bu yerda ko'p odamlar o'z ishi bilan band bo'ladi. G'amxo'rlik ko'rsatgan prezidentimizga rahmat. Mana shu yerda xalqimizga suv chiqarib berdi. Mana bundan buyog'i mana 220 ta odam ish bilan ta'minlandi. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida tumanimizda 4 ta mahallada 7 ta artizan quduq qazish natijasida 800 ta xonadonning 300 gektar tomorqa yerini suv ta'minoti bugungi kunda yaxshilandi. Suv xo'jaligi vazirligidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, dastur doirasida ishlab chiqilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan pudrat ishlariga 35 ta qurilish tashkilotlari jalb qilindi. Jami 83 ta obyektda 125,1 kilometr sug'orish tarmog'i, 41 dona sug'orish qudug'i, 17 dona nasos agregati, 15 dona gidrotexnik inshoot qurish ishlari to'liq bajarildi. Buning natijasida 25518 ta aholi tomorqalarida sug'orish tizimi tiklandi. Suv ta'minoti barqarorlashdi. Kitoblarga qaraganda, mazkur hududlarga suv yetib borishi qishloq xo'jaligi ekinlardan olinadigan hosildorlik salmog'ini 2 barobar oshiradi. Ko'plab fuqarolarning bandligini ta'minlaydi. Ularning ro'zg'origa baraka kiradi.